Oddiy 70-75 deb qo'yasizlar, ko'tarilib ketadi. Uxlash kerak. Ko'proq uxlasa motivatsiya paydo bo'ladi. Disiplina so'zini 3 oydan beri yodlayapman. Ishonasizmi? Intizom, motivatsiya ishlamaydi. To'g'risini aytsam, motivatsiyaga deyarli ishonmayman. Motivatsiyani qanday ko'tarish kerak deb o'ylaysiz? Motivatsiya insondan birovdan olish kerak emas. Inson o'zidan olish kerak. Qiladigan ishidan mazza qilish kerak inson. Birovdan motivatsiya kutish kerak emas. Shu. Motivatsiya qachon ko'tariladi? Qachonki nimagadir yetishmovchilik bo'lsa, ana o'shanda odamning motivatsiyasi qanaqa kelib qolganini o'zlari ham bilishmaydi. Assalomu alaykum. Motivatsiyani odamlarni kamsitmagan holatda, misol uchun ba'zi bir odamlar o'zini do'stini endi kamsitadi, ustidan izovatsiya qiladi-ku, shu narsani o'rniga navbatda uni qo'llab-quvvatlasa, menimcha motivatsiyani ko'tarsa bo'ladi. To'g'risini aytsam, motivatsiyaga deyarli ishonmayman. Shunchaki iroda va qat'iyat bilan ishsa bo'ladi. Motivatsiyani ko'tarish shart emas. Itak qat'iyat bilan irodangiz bo'lsa, o'zi постоянно normal darajada bo'ladi. Motivatsiyani shu uyda o'tirgan ota-onamizga qarab ko'tarishimiz kerak. Shu ularni bizga qilgan mehnati, yordam berganlari ishlarga qarab ko'tarish kerak deb o'ylayman. Mening fikrim shu. Voy. Siz motivatsiyani oila olib, qayergadir borib ko'tarish kerak. Demak, pul bilan. Конечно. Qani, tasavvur qiling. Qayergadir borib albatta. Motivatsiyani o'ziga ishonch bilan ko'tarish kerak. Hech kim gapini eshitmasdan o'ziga o'zi motivatsiya berib, o'ziga ishonchini oshirish kerak. Demak, birovning gapiga quloq solish kerak. Motivatsiyani qanaqa ko'tarish kerak deb o'ylaysiz? Konstam qo'shiqlarni eshitib, Konsam muzikalarni eshitib ko'tarish kerak. shunday. Motivatsiyani disiplina orqali ko'tarish mumkin. Boshqa yo'l bilan motivatsiya olish menimcha iloji yo'q. Mening shaxsiy fikrim. Intizom bilan demak. Motivatsiya menimcha ko'proq inson kayfiyatiga bog'liq. Kayfiyatingiz qanchalik yaxshi bo'lsa, ishingizda unum bo'ladi. Keyin o'shaning uchun doim kayfiyatni yaxshi qilib kulib yuringlar. Keyin kelajak uchun aniq kurashish kerak deb motivatsiya olinadi va ertangi hayot uchun. Demak, kelajakni o'ylab. Odam bir maqsad qo'ydimi, o'shanga har doim plan qo'yib borish kerak. Shu maqsadga erishish uchun o'sha planni har doim bajarish kerak. Misol, erinchoqlik qilmaslik kerak. Demak, maqsadga erishmaguncha tinmay harakat qilish kerak. Shu ota-onamiz biz uchun yaratilgan sharoitlar uchun bo'lishi deb o'ylayman. Faqat shu uchun. Ha, men uchun shunaqa. Siz shuncha. Shu kelajakdagi maqsadlarga qarab ota-ona ishonchini qilish. Motivatsiyani masalan qo'shiqlar eshitib yo'lsa o'zingizga yaqinlaringiz bilan oldida vaqtingizni o'tkazsangiz motivatsiyangiz ortishi mumkin. Yoki-da siz motivatsiya oladigan insonlarni ko'rishingiz kerak, ular bilan birga bo'lishingiz kerak. Ya'ni ular hayotini kuzatsangiz ham motivatsiyangiz oshishi mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? O'zi yosh ko'rgan kinoni ko'rsa bo'ldi deb o'ylayman. Filmni ko'rib maza qilsin. Maza qilsin. Shu bilan motivatsiya olsin. Konsertga kelish kerak. Siz nima deb o'ylaysiz? Я из-за него пришел из Казахстана, поэтому думаю, да, конечно. Из-за него стоит, да. Savolimiz bor. Motivatsiya olish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum. Motivatsiya olish uchun disiplina bo'lish kerak. Motivatsiya olish degan bilan mayli 5 daqiqa ichida motivatsiya bo'lib qoldi, paqilib borib ishladingiz, отжимание qildingiz, приседание qildingiz, trenirovka qildingiz, lekin yarim soat, 1 soatda yo'q ketadigan narsa. Shuning uchun disiplina degan narsa bo'lish kerak. Men disiplina so'zini 3 oydan beri yodlayapman. Ishonasizmi? Lekin bo'lmayapti. Chunki disiplina degan narsa o'zimda ham yo'q edi. Va hozir maksimal darajada qo'limdan kelganicha shu disiplinani nima deydi, oshiryapman. Shunaqa. Ko'proq kitob o'qish kerak, o'z ustida ishlash kerak. Shunda hech qachon duh tushmaydi, motivatsiya tushmaydi. Da. Motivatsiya men uchun disiplina. Главное disiplinani ushlash kerak. Motivatsiya keladi-yu ketadi, disiplina har doim kerak. Uxlash kerak. Ko'proq uxlasa motivatsiya paydo bo'ladi. Oddiy 70-75 deb qo'yasizlar, ko'tarilib ketadi. Gap o'zi bilan ko'tariladimi? Yo'q, endi kim qanaqa ko'taradi-da? Menda uslovdan shunaqa. Gap bilan, любой narsa bilan, kulgu bilan ko'tarilib ketadi motivatsiya. Qolganlarga boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin в целом motivatsiyani tushirish kerak emas qisqacha. Bir marta yashaymiz-ku. Assalomu alaykum. Motivatsiyani qanaqa ko'tarish kerak deb o'ylaysiz? Hayotdami yo bugun konsertdami? Hayotda. Hayotda motivatsiyani ko'tarish o'zi yetarli emas. Motivatsiya bor yo'g'i sizga ozgina vaqt ichida o'zingizni ushlab turishingiz uchun yordam beradigan yoqilg'i xolos. Intizom, motivatsiya ishlamaydi. Demak, intizom. Конечно.